Elektr energiyani sal bo'lsa ham ekonom qilish uchun qanaqa usullardan foydalanasiz? Ekonom qilmaysizlar? Ya ekonom qilamiz. Ekonom biz qanday qilamiz? Masalan, tok pechga qo'ymaymiz. Ha. Tabiiy gaz bor, Xudo shukr. Ha. Bar lampochka aqua ekonomishmi? O'shalardan foydalanamiz. А мы не экономим, наверное. Не экономят. К такому уровню мы тоже стремимся. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Svit o'chiramiz. Konditsionerni kamroq qo'shamiz. Kamroq qo'shasiz. Ha, svetlarni o'chirib yuramiz. Ularni orqasidan, Orqasida emas, o'zi o'chirib yuradi. Lekin ko'p narsalar hozir elektrga bog'liq bo'lib qolgan. Ayniqsa yoz kelyapti, konditsionerlar ishlatishlik. Isitish sistemalari ham hozir hammasi elektrga bog'liq. Tejash imkoni kam, to'g'rimi? Kam, ha, albatta. Rahmat. Xohlaganda ham baribir qilolmaymiz u Bo'ldi, narsani. rahmat. Elektr energiyani tejash uchun kerakli joyini yoqamiz, qolganini o'chirib qo'yamiz. Nima usulda? Kamroq yoqishga harakat qilamiz. Kamroq ishlatasiz. Kamroq ishlatamiz. Kundalik ehtiyojga kerak bo'lgan narsalarni yoqqanda birini o'chirib, birini yoqib, shunday tejash Birini bilan. o'chirib, birini yoq. Shunaqa. Mayli, rahmat katta. Rahmat, sog' bo'ling. Elektr energiyani tejash uchun siz qanday usullardan foydalanasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.